Milliy ma'rif. Milliy ma'rif. Milliy ma'rif. Millatning yuragi. Assalomu alaykum ekran oldidagi ko'rarmanlar. Qadam televiziyasida Milliy ma'rif programmasi. Mazkur programmaning riyosatchisi ham muallifi men Qalbnur Arifdan barchangizga o'tliq salomlar bo'lsin. Maktabning yuragi ustoz demakchi. Bilim dargohida shogirdlar qalbiga shundoq bilim nurini sepib kelayotgan ustozlar aramizda ko'plab sanaladi. Aynan shundoqlarning biri bo'lib kelgan matematika fanining ham boshlang'ich sinfining ustozlari bugun bizning studiyada mehmonda. Qanishlar bilan tanishib o'taylik. Assalomu alaykum ustozlar, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Men Namanova Ünçem To'xtasun qizi 101-chi maktab gimnaziyasining Masim Yaqubov nomidagi matematika muallimi bo'laman. Men Uyg'ur nahiyasi Aqtam yezisining Uyg'ur Qozoq o'rta maktabini bitirib, andan keyin Nizami nomidagi Tashkent pedagogik institutining matematika fakultetini 1984-yili bitirdim. Hozir shu Masim Yaqubov nomidagi 101-chi maktab gimnaziyasida matematik bo'lib ishlayman. Ishlayotganimga 8 yil bo'ldi. Rahmat. Hada, o'zingizni tanishtirib o'ting. Assalomu alaykum. Men Kamlakova Xalidam Ibrohim qizi. Musha Olmutidagi 101-chi maktabda, Masim Yaqubov nomidagi 101-chi maktabda matematik fanining muallimi. Men o'zim Almut oblasi Burunqi Chelak nahiyasining G'ayrat yezisida tug'ilgan. Musha maktabdagi Ismoil Sattarov nomidagi maktabni tamomladim. Maktabdan keyin Almutidagi Abay nomidagi Qozoq pedagogika institutining matematika fakultetiga o'qishga tushib, uni 84-yili oyoqlashtirdim. Endi institutdan keyin men maktab nashriyatida ko'p yillardan beri emgak qildim. Keyin 101-chi maktabga avishib, shada o'zimning ishimni davomlashtiryapman. Endi hozir shu maktabda ishlayotganimga 22 yil bo'ldi. Matematik fani muallimi bo'lib ishlayapman. Rahmat. Sizlar bilan tanishganimga nihoyat xursand bo'ldim. Qani endi bu chatdagi boshlang'ich sinfning ustozlari sizlar bilan yaqindan tanishib o'tgan bo'lsa, xush kelibsizlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Men o'zimni tanishtirib o'tib ketsam, men Karimova Gulnara Masim qizi bo'lman. Mening tug'ilib o'sgan ana yurtim u Cho'ng Achinoqa Uyg'ur rayoni bo'lib hisoblanadi. Mening dastlab maktabda o'qigan yosh go'dak vaqtim mana shu Cho'ng Achinoqa yezisida o'tdi. U yerda o'qishni tamomlagandan keyin Olmuti shahriga kelib, Qozoq mamlakatlik Qizlar pedagogik universitetida boshlang'ich sinf fakultetini tamomladim. Undan keyin men Ujret nahiyasidagi 156-chi maktabda ishlab, u yerdan ketgandan keyin hozirgi Shapag'at mahallasidagi nomer 150-chi Murod Hamrayev nomidagi maktabda 15 yil mobaynida boshlang'ich sinf muallimi bo'lib xizmat qilib kelyapman. Nihoyat yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Men Yakupova Zulmira Validin qizi. Almuta viloyati Chelak nahiyasining burunqi hozirgi emgakchi Qozoq nahiyasining Malvay yezisida dunyoga keldim. 1974-1984-yillar oralig'ida Malvay yezisidagi o'rta maktabni tugatdim. Bu maktabni tugatgandan keyin 10 yillik bilim elib tugatgandan keyin Almutiga cho'ng armonlar bilan Abay nomidagi Qozoq davlat universitetiga o'qishga tushdim. Bu yerga tushgan fakultetim pedagogika metodika fakulteti bo'lib, bu o'qishimni 1991-yili oyoqlashtirdim. Oyoqlashtirib, yosh ustoz retida dastlabki ish faoliyatimni Masim Yaqubov nomidagi Sultonqo'rg'on mahallasidagi 101-chi gimnaziyasida
ish elib bordim. Andan keyin Almut shahridagi 52-chi rus qozoq maktablarida ishimni davomlashtirdim. Bu kunlarda hozirgi vaqtda Almut shahridagi Shapag'at mahallasi, Alatav nahiyasi qarashliq Shapag'at mahallasidagi nomeri 150-chi Murat Hamrayev nomidagi maktabda boshlang'ich sinflarga bilim berib kelyapman. Nəhayət yaxşı, rəhmət. Sizlər bilən yaxından tanışdım həm və xoş buldum. Mərhəmət, Galina Казбековна, özünüzü tanıştırıb ötsünüz. Добрый день. Я Сидыханова Галина Казабековна, издатель. Более 20 лет я возглавляю издательство, которое я организовала в 1999 году. Мы выпускаем продукцию. Начинали с выпуска открыток и очень долго выпускали открытки, в том числе на все праздники. И выпускали очень много пригласительных. Перешли на выпуск учебной продукции. И более 2500 единиц разных пособий мы разработали. На русском, на казахском, на английском языке, на таджикском языке. Вот. И сейчас мечтаем переводить наши уже очень хорошие, уже завоевавшие любовь многих казахстанцев пособия на уйгурский язык и внедрять их в систему образования вот именно в этом сегменте. Там, где я считаю, что есть все-таки еще для нас ниша, где есть востребованность, есть необходимость именно в продукции на родном языке. Рәхмәт. Мана өзаңлар көріп тұрғаныңладек, бүгін біздің Milli Ma'rif программамызда 8 və 8 javobgarchiligi cheklangan nashriyat to'kpisi va uning bosh sherigi Galina Qazibek qizi bugun bizning mehmondagi asosiy maqsadni bizga tushuntirib o'tdi. Hammamizga tushunishli bo'ldi deb o'ylayman. Qani endi men savolimni davomlashtirib kelib, bizning matematika fan muallimlariga shunday bir savol qo'ymoqchi. Ham bu matematika fanini ilm fanning podshosi deydi. Mana mushu iborani menga tushuntirib o'tgan bo'lsanglar. Nima sabab? Дұрыс дейсіз, Қалбинұр. Математика ілім пәннің паршасы. Математикасыз еш қазақ бір ілім, яки пән, дейді әнді, хаятқа ілім болмайды математикасыз. Пән. Шының үшін мен ойлаймын, математика ілім пәнләнің паршасы деп етілған. Nəhayət yaxşı rəhmət. Əndi muşu matematika fəni bütkül fənlərinin padişası bo'lib kelib o'tirib, bizning odam hayotidagi ahamiyatiga to'xtalib o'tgan bo'lsanglar. Matematika bu barliq odamlarga shunchalik zo'r deb o'ylayman. Sababi odam dunyoga kelgan kundan boshlab butkul umr davomida hisoblash, o'lchash, sanash, o'xshash ishlarni ep bordi. Mana mushuning o'zi matematika. Shuning uchun matematika odam hayotiga nihoyat kerak fan deb hisoblayman. Durus. Endi sizning shu gapingizni to'liqlabla, haqiqatdanmi bola dunyoga kelgandan boshlab, bugun soat munchadan muncha ketganda bola dunyoga keldi. Uningga bir kun bo'ldi, 2 kun bo'ldi deb mushu sanoqdan boshlaymiz. Sanoqdan boshlaymiz. Haqiqatdanmi odam hayotiga ahamiyati nihoyat zo'r. Nihoyat zo'r bir ham qiziq bir fan. Men shundaq deb hisoblayman. O'zim matematik bo'lmasam-ma, ammo men boshlang'ich sinflarda ishlagandan keyin mana boshlang'ich sinfning ustozlarini o'zimga shundaq yaqin ko'ryapman. Qani sizlarga qo'yar savolim, mushu boshlang'ich sinf fan muallimlari sifatingiz bilan bolalarimizning mana maktabga qadam tashrif qilayotgan bolalarimizning maktabga tayyorligi qanday sizning ko'z qarshingiz bo'yicha? Рахмет суалыңызға. Әнде азырқы вақытта баланың мектепке тәйірлігі қарсақ, тәйірлік сыныпта оқыған балаға қарғанда, тәйірлік сыныпта оқымған баланың білімі və həm təyərliği kiçikdən sus və həm tövən dərəcədə göstərib durur. Үйден келген балаларның. Үйден келген балаларның. Şunun üçün mən ата-аналарға deydigənim, балаларını təyərlik sınıflara bəsə.
тәрлік сыныпта оқыған баланың білімі қандақ болмасын, үйде отырған балаға қарағанда кішкене білімі жұқыры һәм таяр деп ойлаймыз. Һәм балла бағытсығы беріп, тәйярлық сыныпларға келіп келген баллада әлбәттә пәрік болады. Әнде қышыңызды отаған башлангыч сынып ұстазы сізге қояр суалым, сіз өзіңіздің іш тәжірибеңізде қандақ услупланы пайдаланасыз һәм атақлық, даңлық педагогларның, кімлердің услупларını қолданасыз өз іш тәжірибеңізде? Рахмет суалыңызға. Мен бұл суалыңызға қазақ халқының ақыны Фариза Оңғарсынаның білім керек әммеге ибарысылен башылығым кеп атыды. Чүнки біздің еліп беріп атқан мұшы көп жыллам абайды өзім ішлеп кеп атымен мұшы башлангыч сыныпларға білім беріп кеп атымен. Демек 21-ші әсір илім әсірі болғалықтың, яғни мектептің алдыда тұрған мұстақыл еліміздің яш әвлатларымыздың білімлік, саватлық, яғни мұшы өзірінің вәтінеге болған мұхаббетіне ойғытыш білән бірлікте біздің мұғалімлерінің ішіміз білім беріп қоймай, яғни ола білән бірлікте тәрбиенің білі епмеңіміз. Чүнки бұл келечек әвлат мұшу біздің келечек балаларымыздың қолда. Өзімнің іш тәжірибем келген болсақ, еңі заман тәлімге лайық оқушыларны таярлаш ол әрбір ұстазының миннети, яғни жауапкершілігі деп ойлаймын. Чүнки әрбір ұстаз алдыда отырған шагыртны мұшу өмірге лайық қылып, мұшу өмірдің лайық қылып тәрбиелеш, ол біздің ұстазларға жүкленген жауапкершілік деп ойлаймын. Өзімнің іш тәжірибемде нұрғынлыған көплеген шагыртларны таярлап шықадым. Бұл шагыртларым қазір hayatımı özünün orunu eylep, juqarqı yerlerde özünün işini elip barmaqta. Yanım bir yerde qoşumçılap itip ketadinim. Bunu bizning başlangıç sınıf bolğanlıqdan köpinçe vaqtda biz Qarayevning metodikasi bilan, texnologiyasi bilan iş elip mağımız. Texnologiya deganning o'zi u izdenish, ya'ni o texnologiya so'zi u grek tilidan tarjim qilingan bo'lib, izdenish, bilish degan maqsadda mushu Qarayevning köpinçe vaqtida Qarayevning metodikasini qo'llanaman. Мәсәлән, мен башлангыч сыныпта sizlarga o'xshash ishlagan vaqtlarimda Вальдорф pedagogikasini пайдаланаттым, Аманашвилиның Гуманы pedagogikasini пайдаланаттым. Нахайти Сухамлинскийның, Аманашвилиның Вальдорф pedagogikasida мен asosan балаларны oyun аркылы, бала oyun аркылы hayat kechirdi deydi. Mana mushuni sizlar qanday tushunasizlar? Bugungi kunda balalarni mushu oyunga jalb qila olamsizlar, fanga qiziqtirish uchun. Әлбәттә, бұл суалыңызға мен мындақ жауап берген болар едім. Башлангыч сынып балалары, әлбәттә, олар ойын балалары. Чөнки олар hazır мана бұрынғы вақытта біз 7 яштың балаларын мектепке қабыл қылсақ, hazır 6 яшты балаларын мектепке қабыл қылатымыз, бұлар тегі ойындан шығамы дей. Чөнки олар ойынығыз кеп тұрды. Біз ойын арқылы шу балаларға білім бере алаймыз. Шу балалардың қызығы дәріске болған қызықышын ашыра алаймыз. Яғни олар бұл ойын арқылы şu dersini çapsалы mükemmel özleştirip aldı. Mana oyunun biyadiki en yaxşı bizge nəticesi şundaq mümkünçiliklerini berdi. Nəhayət yaxşı, rəhmət sizə. Əndə bala oyun arqılıq hayat keçirdi degan yeni bir çiraylıq bir danalarımızın sözləri var. Bala oyun arqılıq hayat keçirdi. Məşə oyun balaları 1-ci sinifdən 4-cü sinifgacha başlanğıç sinifdə oxub, məyli hər qandaq fənni, matematika bolsun, ana tili bolsun, hər qandaq fənni öyrənib, hərflər dünyası, sanlar dünyası bilan tanışıb çıxıb, juqaq sinifə keldi. Əndə sizlərdə matematikaga bo'lgan balaning qiziqishini o'zinglarning fanida qanday sizlar amalga oshirasizlar? Rahmat savolingizga. 4-chi sinfdan, ya'ni boshlang'ichdan chiqqan bolalarni har bir muallim 5-chi sinfga o'tgan vaqtida har bir fanga ayrim muallim kirdi. Endi men o'zim matematika muallim bo'lgan uchun shu 5-chi sinfda chiqqan vaqtida biz balalarning matematika bo'lgan qiziqishini bilish uchun har turli usullarni foydalanib darslarda qaysi balamiz bizning matematikaga qobiliyatlik shuni talab olamiz. Talab olgandan keyin shu matematikaga qobiliyatli bolalar bilan ayrim ishlarni olib boramiz.
Şu ayrim işlerini ilip beriş neticesinde biz ballarning matematik pәні болған қызғышыны o'g'itimiz ham maktab ichilik o'tayotgan olimpiadalar, shaharlik olimpiadalarga, cumhuriyetlik olimpiadalarga tayyorlab, ballarning matematika bo'lgan qiziqishini biz o'g'itimiz. Nihoyat yaxshi. Ham qatnashdingiz Ham sizlar. qatnashtiramiz, ham o'rinlarni olamiz. Shundaq Natijalarga ega bo'lamiz. Shundaq shogirdlar bormi? Bor shogirdlarimiz bor, bo'lgan. Undaq shogirdlarimiz bo'yatdi. Har bir muallim maktabda ishlayotgan barliq matematik muallimi bo'lmasin, boshqa muallimlarning hammasi o'zining pallaridan ballarni tayyorlab, yuqori o'rinlarni ko'rsatgan 101 maktab gimnaziyada ballar nihoyat ko'p. Endi shu shogird utuqi yetgan u ustozning utuqi. Agar bizning ballarimiz cho'ng utuqlarga yetsa, u ustozning eng deydi endi bir ajrimizda dam olamiz deysiz. Aslında bizning hadigimiz chiqdi bunday aytgan vaqtida. Unchamadan. Mana unchamadan etib o'tdi. Ballarimiz nihoyatda biz tayyorlayapmiz. Sizlarning har bir maktablarda metodikalik birlashmalar bo'ldi. Shu metodikalik birlashmalarning yillik o'zinglarning olg'a qo'ygan tuzgan planinglar bor. Shu ish rejanglar bo'yicha har xil mana ballarni qiziqtirish uchun, har bir fanga bo'lgan qiziqishni oshirish uchun nihoyat ko'plagan ish choralarni yurgizyapsizlar. Endi sizning mana shu qo'sharingiz bormi? Endi bizning maktabimizda balalarimiz Uyg'ur tilida, ana tilida bilim evatgan balalar. Biroq 2008-yildan boshlab Rus, Qozoq maktablariga o'xshash bir tutash milliy testga qatnashib kelyapmiz. Endi balalarimiz bizning o'zimizning ana tilida o'qiyotganiga qaramay, o'zlarining olgan bilimini ana ashalarda dalillab, isbotlab ko'rsatyapti. Bundaq deganimning sababi bizning balalarimiz mana matematik fənini aldığan bolsaq, matematik fənindən 25 sual bolğan bolsa, bizning ko'pincha balalarimiz shu 25 savolga to'liq javob berib, o'zlarining qobiliyatini ko'rsatdi. Bu yerda endi balalarimiz Uyg'urcha o'qisa bilimi yo'q deganga biz tamoman qarshi. Masalan, 101 maktabning ustozlari Uyg'urcha o'qitayotgan bo'lsaqmi, balalarimiz shu matematik fənini 25 savolning to'liq javob bergani bu biz uchun cho'ng bizning utug'imiz deb hisoblayman. Masalan, shu Ag'an Ahmed Islom, Ayupova Dilaram, Avutva Dilaram degan qizlarimiz mana shu 25 balni elib bizni cho'ng utuqlarga yetkazdi deb o'ylayman. Endi shu testni bizning maktabimiz 13 yil bo'yi topshirib kelyapmiz, qatnashib kelyapmiz. Shahar bo'yicha shu dastlabki 10ning ichida biz har yili shuni bermay kelyapmiz. Demak, bu bizning matematika muallimlarining əmgigi bizning utug'imiz deb hisoblayman. Maktabning sha'nini shundaq maktabning sha'nini ko'taryapmiz. Nihoyat yaxshi, men bak xush bo'ldim. Endi boshlang'ich sinf ustozlari sizlarga buni keyingi vaqtda 1,5 yil mobaynida jiroqlikdan o'qish sistemasiga kirgizilib, biz hozirgi vaziyatlarga binoan bolalarimizni uyda jiroqlikda o'qitdik. Shu jiroqlikda o'qitib bo'lgandan keyin mana 1 oy bo'lib qoldi. Bolalarimiz hozir yanimi o'zlarining sevimli maktabiga kelib bilim olyapti. Jiroqlikda o'qitish bilan qadimki maktabda o'qitish orasidagi farq. Sizlarning ko'z qarashinglar, fikringlar. Buningga ko'z qarashimiz onlayn bilan o'qiganda 1 yil mobaynida balaga o'ng'ay bo'lmadi. Ba'zi balalar Zoom, Google Meet deganlarga ba'zida kiramadi. Umumiy bir texnikaning bir sababidan deb o'ylaymiz. Shuning uchun hozirgi maktabga kelgan bal bilan onlaynda o'qigan balalarning farqi bor deb o'ylayman. Maktabda balalar bilimni ko'proq oldi. Onlaynda o'qiganda balalar baribir qiynalib, ularning bilimlari to'van darajani ko'rsatadi hozirgi vaqtda. Endi men o'ylayman, endi 1 oy bo'ldi balalar qadam tashlag'iniga. Keyingi vaqtda balalar o'zlarini qaytadan burungi vaqtga keldi. Ya'ni o'zlashtirib ketalaydi deb umid qilamiz. Chunki uning uchun biz yanimi ko'p tirishib emgak etishimiz kerak. Balalar, sizning burungi o'qish sistemi bilan hozirgi o'qish sistemasi orasidagi farq haqida bir fikringizni anglab baqqan bo'lsam. Ko'z qarashingizni. Endi
азыркы окуш менен бурунку системадагы билим илишке кеп токтолгон болсок, албетте бурунку окуш убактыда көпүнчө убактыда биз такта, бор, яни өзүбүздүн ясаган көрнөк куралдар менен дәрестен өткөзгөн болсак, азыркы убакытта яны тәкитлеп айтменки, муну 21 асырдын технологиянын тараккый эткен замандагы окуш менен бурунку системанын салма айрымчылыгы бар. Яни көпүнчө убакытта ениччиликлер бар. Азыр муалимлерге шундак немелер берилгенки, шарт шарайытлар яратылган, шундакла окугучуларга шундак шарт шарайытлар яратылган. Уларны компьютерде иштешке, яни смартфонлар аркылуу иштеп өзүнүн билимдерин техмо мүкөммөл ийгилешке имканиятлар яратып берип атат. Qani үнчәмәдә һәм математика фәннең устазлары сезләрнең мындак бер кызык сорау куйгым килеп атыды. Мушу математика фәннең муалим булыш өчен кандай мөҗәзгә ия булыш керек? Рас етсіз, әнді мұғалімнің мүжәзі, әнді әр бір мұғалімнің мүжәзі әр түрлік әнді. Бірақ математика мұғалімнің мүжәзі, мен ойлаймын, башқа мұғалімлердің мүжәзілері қарғанды кішкенен қатығырақ келемін деген ойым ба, әнді мен отаған мұғалімлердің әмісі оныңға қосылды деп ойлаймын. Әнді мектептің оқуғыштарының әр қыл мүжәзілік қой мектептің. Меніңше мұғалімнің қайсы пәнді дәріс бәмсін мұғалім. Ulanın mücazı qat'i nəzərdə biz universitetdə, institutda oxuğa vaxtında pedagog bizə bir xil berildi. Qeyliplişidi. Biz şu pedagog boyunca balağa dərs verimiz. Endi şu tərəfdən qarğa vaxtında matematika müəlliminin mücazı balla bilan işləgəndən keyin yumuşaqraq. Şu balağanın şu metodik boyunca biz işləyib barımız məktəbdə. Бірақ bunda sırtın qarğaqda matematika muallimlərinin əndi nemisi mücazı kişinin qatığıraq boldu dep oylaydım. Hem şundaq göründü. Çünki bizim oxuğucu bolğan, bizim matematika muallimlərdən qoqatdıq degəndək. Bu əndi şundaq bir fən bu. Bir yerdən xatalışıb ketsəm dep qoqudu bala. Şunun üçün hər qandaq matematika fən muallimini ular еңбәккедә каттык талап койдыган бер устаз ретидә көрдüm. Хисаплайды. Әнде мушу хәдә мушу математика буенча ян бер мені кызыктырдыган суал. Мәсәлән, дәресликләр кейинки вакытта чыгып атыды. Кошымча бер суал койгым килеп атты. Сезләр мушу дәресликләргә үзеңләр авторлык дейди го. Хәмкарлашып дәресликләрне язган устазлар бармы? Я үзеңләр шундый яздыңлармы? Мен өзім башта етіп кеттім. Мен дәсләп мектеп нәшриятында эшләп келген. Шуның үшін математиканың алгебра, геометрия китапларының тәрҗеманы булып хисапланам мен. Основной әшу китапларны тәрҗемә кылып, уйгыр балаларга уйгырчылап тәрҗемә кылып, шуның белән шөгыльләнеп келдим. Мәсәлән, бүгенге көндә мана бездә Галина Казыбек кызы бүгін бездә мехманда. Мана мен бай тоныштырып өттім 8 və 8 нәшрият төкпісінің баш шерики сөзін сезгә бирәй. Мушы хәдimiz белән берлектә хәмкарлыкта киләчәктә китапларны уйгыр телгә тәрҗемә кылсак, мәйле методикалык колланмалар булсын, яки булмаса үзеңләр башлангычка язсаңлар, кандай карайсызлар? Siz мушу өзіңіздің іш фаалиет тоғырлық тоныштырып өтсіңіз. Да, я думаю, что я все-таки что-то поняла, несмотря на то, что я уйгурский язык не изучала, но сродство с казахским тем более, да. Значит, хотела бы сказать прежде всего о том, что мне очень приятно в этой студии видеть, я думаю, может быть, одних из лучших учителей математики среди уйгурских школ. Вот, я уверена, что это одни из самых компетентных сегодня пришли. Вот, и хочу сказать, что очень такое приятное впечатление, оно связано с тем, что я подумала, что вот на самом деле сейчас у нас очень большой идет упор на обучение. И из образования оно состоит из обучения и воспитания. Это две вещи, вот, которые всегда идут рядом. Вот. И сейчас вот воспитание, оно несколько, как бы сказать, школа старается дистанцироваться от этого. Вернее, не школа, а программа министерства, она немножечко становится вот более обучающей. Вот. И при всем этом я бы хотела сказать, что самое важное, дело в том, что хорошее образование – это всегда
хорошее обучение и хорошее воспитание. И школа должна оставить за собой очень важную воспитательную функцию. Вот глядя на этих учителей, я понимаю, что они и обучают, и воспитывают детей внешним своим видом даже. Я не знаю, пойдет ли это в эфир, да, но я хочу сказать, что настолько вот приятное ощущение, голос человека, его внешность, его поведение, оно, конечно, несомненно, вызывает у учеников всегда вот это вот тоже самоуважение. Прежде всего, учитель – это человек, который уважает себя, уважает свою работу и уважает, соответственно, детей, которые сидят в классе, любит их. И они это всегда чувствуют. И поэтому любимый предмет – это тот, в котором учитель видит в ученике личность. В любом ученике есть личность. И эту личность надо ее подпитывать самоуважением. Вот, хотелось бы сказать, что математика – это особый предмет. Это царица наук всегда говорилось так. Вот. И неизвестно, математика – это законы Вселенной или математика – это особенность мозга человека. Ведь говорят так, что на самом деле во Вселенной нет законов математики, но это есть особая функция мозга, благодаря которой мы можем постигнуть эту Вселенную. Это особое орудие. Вот. И хочу сказать, что на самом деле я считаю, что как раз таки учебники по математике и в начальном звене, и в среднем звене хорошие, прекрасные. Они основаны на хороших традициях прошлых лет. И сейчас тоже написаны авторами, которые действительно знают хорошо этот предмет и могут его преподавать прекрасно. И, соответственно, они дают хорошие знания, эти учебники. Вот. Но дело в том, что учебники младшего звена пишут одни авторы, а учебники среднего звена пишут другие авторы. И преемственности, к сожалению, между средним и младшим звеном нет. Она теряется. И, к сожалению, когда ребенок приходит в 5 класс, оказывается, там преподают математику уже по-другому. И вот этот момент для ребенка оказывается решающим. Он был отличником в 4 классе, он приходит в 5 класс, и он не умеет записывать правильно задания. Он узнает совершенно другие термины, которые их по-другому называют, эти же предметы в старших классах. И это, оказывается, мешает очень сильно восприятию математики. И вдруг вот такой провал. И то есть необходимость преемственности. Вот. И когда мы это поняли, мы стали искать, во-первых, где провалы существуют в образовании ребенка. Оказывается, они в самом начале, в 1-2 классах. Недостаточно учить только по учебнику, потому что невозможно через телефон или даже через телевизор показать ребенку и что-то рассказать еще дополнительное. Вот. А если у ребенка на руках есть какие-то дидактические материалы, которые позволят сразу же там выполнять задания, он открывает, мне говорят, открывай страница 3 и выполняй задание номер 2. Я думаю, самое время сделать такие же тетради на уйгурском языке. Материал уже отработанный много лет. То есть это уже до 20 лет некоторые тетради выходят, они все обновляются, то есть у нас нет как бы того, что уже устарело или не нужно. Вот. Наоборот, это тетрадь – это живой организм. Мы его постоянно обновляем, каждый год просматриваем, ненужное убираем, нужное добавляем. И если мы хотим, чтобы все-таки, я думаю, такая возможность появится у каждого ребенка, который говорит на родном языке, и я бы хотела, чтобы это появилось как раз-таки в уйгурских школах, потому что очень много находится далеко от Алматы, там говорят только на казахском и на уйгурском языках, и необходимо сохранять, опять-таки, да, родной язык, и даже, я думаю, что как раз-таки в Алмате тоже такая необходимость есть, потому что нельзя, чтобы уйгурский язык существовал только на уроках русского языка, литературы. Он должен ребенка все время сопровождать. Он должен знать какие-то термины, и математические, и географические обязательно. И все это преподается. Но благодаря нашим тетрадям какое-то будет облегчение. Я думаю, очень много экономии времени еще ко всему. Вот это огромный кусок.
Вот. И еще одно, то, что мы еще никогда не делали, но надеемся как раз сделать именно в сотрудничестве с уйгурскими школами. То есть это сделать тетради электронные, которые можно будет заполнять прямо в гаджете. Я думаю, что для алматинских школ это даже интересно, да? То есть в любой момент, даже ребенок, находясь на онлайн-обучении, на домашнем обучении, находится ли он дома, как бы заболел, например, да, пропускает занятия, но он дома тоже может заполнить этот урок и отправить тут же электронным способом учителю, он его проверит. Я думаю, что это тоже будет огромная экономия, значит, временных ресурсов. Вот. И я думаю, что это будет очень революционно. Рахмет. Хакыйкатанмы, хөрмәтлек устазлар, мана бүген бездәге мехманхи отаган безнең хәдимиз Галина Казыбековна шундый яхшы өзенең эш тәҗрибәсендәге чыгаган дәреслеккә кулланмалар, кошымча кулланмалар, ягъни эш дәфтәрләр тогрылык этеп өтүп атыды. Мен уйлайм, безнең китапларыбыз, дәреслекләребез хөкүмәт тарафтан Атамура яки булмаса мәктәп нәшриятыдан чыгарылды һәм мәктәпләргә yetkizildi. Ama qo'shimcha mana ballarimiz uchun boshlang'ich sinf ustozlari biz qo'limizdan sanashni o'rgatgan vaqtida yasab ketamiz, bir tal olma, ikki tal olma, uch tal olma deb. Mana mushu hadimizga murojaat qilib, yangi fikr taklifini qabul qilib, bizning Uyg'ur maktablari uchun mushundaq ish daftarlarini yoki bo'lmasa yanqida ko'rnakliklarni chiqarishga atsilsanglar bo'ldi. Qani o'chaqda biz bugungi asosiy maqsad mush matematik fan muallimlarini bizning milliy ma'rif programmamizga taklif qilgach, bugungi ahvollarni bilgach, bolalarimizning utuqlarini anglagach o'tirib, sizlarga kelayotgan bayramlaringizga muborak bo'lsin deb, ishlaringizga utuqlarni tilab, qimmat vaqtinglarni bo'lib, bizning mushu milliy ma'rif programmamizga qadam tashrif qilganingizga rahmatimizni aytib, endi sizlarning bizning qadam televiziyasiga degan o'zingizlarning o'y fikringlarni anglab kelgan bo'lsak. Marhamat. Endi qadam televideniyasiga aytadigan o'zimning tiligim, sizlarning mana mushu televideniyaga tashlagan qadaminglar aq yo'lliq bo'lsin, ishlaringlar bundan keyin o'rlaversin. Sizlar mushada ishlayotgan barliq kollektivga tan salomatlik, ishlarda cho'ng utuqlarni tilayman. Rahmat. Sizning qo'sharingiz bormi? Qadam televideniyasining a'zolariga bugun mana bizni mashtaq yig'ib mashada az bo'lsa bizga fursat yaratib, o'z fikrlarimizni aytqizganinglar uchun ko'p rahmat. Sizlarga ishlaringizda utuqlarni tilayman, barliq yaxshiliklarni tilayman. Rahmat, rahmat. Qani bizning yoshlarimiz sizlarning yana bizning mushu bugungi programmamizga elib qo'sharinglar. Bugungi suhbatimizga yana qo'shadigan, deydigan, deyilmay qolgan gaplaringlar bo'lsa, aytqach, bizning Qadam TV'ga o'zingizlarning tilinglar. Bugungi kunlikda Qadam televideniyasiga bizni qalbini yig'ib o'tganingizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Mana bu yerda biz o'zimizning biroz bo'lsa fikrlarimizni aytib, bir-birimiz bilan suhbat qurdik. Demak, Qadam televideniyasiga tilaydiganim qadaminglar qutlug' bo'lsin, qadaminglarga nur yog'sin. Endi mashaka kelib o'tgan barliq ustozlarga oldimizda kelayotgan kasbiy bayraminglar muborak bo'lsin deyman. Muborak bo'lsin deyman. Barlig'inglarga sog'lom salomatlik, uzoq umr tilayman. Oldimizda o'tgan shogirdlarimiz bizning yuqorqi pallalardan ko'rinsa, u bizning utug'imiz deyman. Biz bog'van bo'lsak, bizning bog'ning mevalari shu shogirdlarimiz. Shogirdlarimizdan ko'pligan umidlarni kutib, shu shogirdlarimizning hayotidan o'zining o'rnini elishga, yanimi ko'pligan hassimizni qo'shimiz deb o'zim umid qilaman. Rahmat. Gulya, siz? Men umidman. Qadam televideniyasiga men bugun ko'p rahmatimizni aytamiz. Mashtaq bizni mashaga yig'ib fikr o'z fikrlarimizni atkizib, maktabimizga, ya'ni Uyg'ur maktablarga yordam ko'rsatayotganiga ko'p rahmatimizni aytamiz. Yana qadaminglar qutlug' bo'lsin. Mashtaq egiz cho'qlarni ko'rinaveringlar demoqchimiz. Yana Uyg'ur maktablari bilan birga ishlashga bizga sizlar bilan nisb qilsin deymiz. Огромное
благодарность за то, что пригласили сегодня на передачу. Спасибо вам, Колбинур, спасибо Кадам ТВ. Поднят огромный пласт проблем. Их надо решать всем миром, всем населением Казахстана. А вопросы образования, наверное, сейчас важнейшие, острейшие, потому что именно от того, что сегодня получат дети, что сегодня они усвоят, что они будут знать, от этого зависит будущее всей нашей большой страны. Рахмет, рахмет. Haqiqatdan mu bizning Qozog'iston bizning bo'libmi bizning millatga shunday yaxshi mumkinchiliklarni yaratib, bizning Qozog'iston diyorida 60 dan oshiq Uyg'ur tilida bilim oladigan, beradigan maktablarimiz bor. O'qitish Uyg'ur tilida yurgiziladigan. Men mushu har bir o'qitish Uyg'ur tilida yurgiziladigan maktablarni hamshiyada faoliyat yurgizayotgan ustozlarni, fan muallimlarini mushu milliy ma'rif programmamizga taklif qilishni biz mana maqsad qo'yib mushu programmani ochdik. Sizlarning qutlug' qadaminglarga yana bir qatam tashakkurlar bo'lsin. Bizning programmamiz mushu yerda oyoqlashib qoldi. Hurmatli teletomoshabinlar, biz sizlar bilan xo'shlashmaymiz. Yana bir milliy ma'rif programmamizda ko'rishguncha omon bo'laylik deymiz.